Assalomu alaykum. Bugun biz bir ajoyib kursda 14-kunidamiz, adashmasam, va bu kursda biz Robiyaxonni imtihon qilib, kursda nimalar o'rganganligini va qanchalik o'rganganligini, uni taassurotlari haqida bir sizlar bilan bo'lishib o'tmoqchimiz. Sababi bizda bilamizki, juda ko'p o'quvchilar hikoyalarni, so'zlarni yodlashgandan keyin ularda bu so'zlar kunlar yoki oylar o'tgandan keyin yoki haftalar o'tgandan keyin eslaridan chiqib ketadi. To'g'rimi, Robiyaxon? Biz mana shu kursimizda shunga yechim topdik va hozir shuni Robiyaxon misolida sizlarga bir ko'rsatib bermoqchimiz. Xo'p, biz 14 kun davomida har kuni 3 tadan hikoyalar yodladik, to'g'rimi, Robiyaxon? 3 tadan hikoya. Bu hikoyalarni bilishadi ko'pchilik o'quvchilarimiz, o'zimizdagi o'tilayotgan kitoblardan bo'lgan va bu hikoyalar ham B1 darajadagi o'quvchilar uchun, ya'ni pre-IELTS o'quvchilari uchun va IELTS o'quvchilari uchun juda ham to'g'ri keladigan hikoyalar. Bu hikoyalar orqali o'quvchilar so'z boyliklarini va talaffuzlarini va umumiy olganda xotirasini va umumiy ingliz tilini yaxshilab olishlari mumkin bo'ladi. Hozir bo'lmasam Robiyaxonni tekshiramiz. Robiyaxon 42 ta hikoyani yodlagan va shu hikoyalardan bir boshdan so'rab ketamiz. Keling, birinchi hikoyadan boshlasak. Sababi ko'pchilik aytadiki, 2 hafta oldin bo'lgan bo'lsa shu hikoyalarga ko'pchilik biladiki, 2 hafta oldingi hikoyalarni eslab qolish qiyin ularga. Yaqindagi hikoyalarni eslash juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun keling Robiyaxon bilan birinchi hikoyani boshlaymiz. Birinchi hikoya bu The Best Recruiting Agents. The Best Recruiting Agents degan hikoyada boshlasangiz bo'laveradi. In 1849, a servant girl wrote home to her brother from Port Adelaide, from South Australia. I accepted the situation at £20 each per annum, so you can tell servant girl in your neighborhood not to stay in England for such wages from £4 to £8, but come here. Letters such as this circulated kitchen to kitchen and attic to attic in English homes were the best recruiting agents. Bo'ladi. Shu yergacha to'xtataman sizni. Sababi qolgani ham sizda bormi? Ha. Hozir yarmini aytib berdingiz. Chunki sababi boshqa hikoyalarga o'tishimiz kerak. Keling endi jicha ozroq tevaroq o'tamiz va 5-hikoyaga o'tsak. 5-hikoya Alpine Forest. Alpine Forest. Alpine forests. Forests are the lifeguards of snowy peaks of Alps. They provide a natural barrier against avalanches and landslides, but skiing industry, which proved a boon for poor alpine farmers, is damaging the environment. Forest fell for more ski runs, car parks, and hotels, and alpine meadows are abandoned by farmers to keen exploit tourism. Bo'ladi, rahmat. Yana yarmigacha keldingiz. Qolgani ham sizda bormi? Ha. To'lig'i? Ha. 40 ta hikoyani hammasini ayta olasizmi? Qo'limdan kelsa kerak. Aytalaman. So'zlarichi? So'zlarni ham aytalaman. So'zlarni hozir bo'lmasam sizda inglizcha ta'rifini berasiz, so'z so'rayman va siz undan keyin o'zbekcha ta'rifini ham berib ketishingiz kerak. Bo'laveradimi? Okay. Keling, birinchi hikoyadan boshlaymiz. Situation degan so'z bor edi. Job. O'zbekchasi? Kasb. Xo'p, passage degan so'z kelgan edi. Journey by ship. O'zbekchasi? Sayohat. Bo'laveradi. Xo'p. U yerda attic degan so'zni ishlatdingiz. Attic at top of the house. It's a small room at top of the house. Okay. Chordoq. Chordoq bo'laveradi. Xo'p, endi 5-hikoyadan fell degan so'zni ishlatdingiz. Fell so'zi nima degan? Cut of the trees. Daraxtlarni kesish. Avalanche degan so'zni ishlatdingiz. U nima edi? Avalanche it's a movement of snows. Bu qor ko'chkilari. Zo'r.
Endi bu iOSda o'zidan edi, to'g'rimi? Boshqa kitoblarimiz ham bor, podkastlardan yodlagansiz, listeningdan yodlagansiz. Keling, o'shalardan ham bir ikkitasini so'rab ko'ramiz. Okay. Masalan, podkastda complimentary glass of wine degani, o'zbekchasini aytavering, bu nima degani? Complimentary o'zi nima inglizchasiga? Free degani, O'zbekchasi, bepul. inglizchasiga, bo'ldi, free va bepul degani. Xo'p, undan tashqari ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, kasallik haqida kelganda slightly feverish degan so'z bor edi. O'sha o'zbekchasiga. Slightly feverish. Menda biroz isitma his qilyapman. I'm feeling runny nose degani. burnim oqyapti. Zo'r. Xo'p. Endi boshqalardan bir ko'ramiz. Aytaylik, keling bugungi o'rganganlarimizdan yoki 1-2 kun oldin o'rganganlarimizdan ham tekshirib ko'rib ketar ekanmiz. Xo'p, total catch degan so'z kelgan ekan. Bu menimcha baliqda kelgan, salmon fish degan nimani olganmiz. Total catch nima edi? Umumiy hisob. Umumiy hisob. Umumiy hisobmi? Umumiy ushlangan o'sha baliqlar nazarda tutilyapti. Umumiy hisob ma'nosida. Xo'p, stacked degan so'z kelgan ekan. Taxlangan. Taxlangan bo'laveradi, zo'r. Xo'p, undan tashqari pickled degan so'z bor ekan. Pickled bu tuzlangan degan ma'noda kelgan. Ya'ni biror uksus yoki suvga tuz solib va shunaqangi aralashtirilgan ma'nosida keladi. Raw degan so'z kelgan edi. Raw bu xom Xom degani. pishirilmagan. Inglizchasiga Uncooked. Uncooked, zo'r. Xo'p, listeningdan ham ko'rib ketamiz. Masalan, talaffuzda juda ham ko'pchilik o'quvchilar xato qiladi. Bow bor edi, keyin bow bor edi. Bow degani nima edi? Egilmoq, nima, hurmat ko'rsatmoq, egilib, ta'zim qilmoq ma'nosida kelgan edi. Zo'r, Robiyaxon. Hozir taxminan adashmasam biz 42 ta hikoya yodlagan bo'lsak, har biridan 10 tadan ham chiqqan bo'lsa, demak 420 ta bizda so'z bor, lug'at boyligimiz. Nechta hikoyani yodlashga maqsad qilgansiz, Robiyaxon? Endi lug'atlar. Hozir 600 ta hikoyani maqsad qildim yodlashga. Necha kunda? 200 kunda. 200 kunda. Yodlab olalamizmi? Ha, albatta. Bir kunda 3 ta Bu hikoya. usul yoqdimi sizga? Menga bu usul juda ham yoqdi, rosa ham foydali ekan, asosiysi vokabulariyni oshirar ekan bu. Xo'p, yana bir ikkita savollarim sizga. Masalan, o'ylaysizmi, o'quvchi o'ziga bog'liqmi o'rganish yoki o'quv markazigami yoki ustozgami? Kimga ko'proq bog'liq? Men o'ylaymanki, ko'proq o'quvchiga bog'liq, chunki o'quvchi ustoz harakat qilmaydi, o'ziga miyasiga qo'yib qo'ymaydi. O'zi harakat qilib, qattiq mehnat qilsa, o'zi xohlagan, orzu qilgan narsalarga erishsa bo'ladi. Xo'p, demak, sizga o'xshab gapirmoqchi va ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi bo'lib, shu maxsus metodda ishlatishni maslahat beraman. Menga ham juda ham yoqdi. Ikkinchisi, umumiy ingliz tiliga e'tiborlarini qaratsin va ko'proq lug'at boyliklarini oshirsin va qattiq mehnat qilsin. Xo'p, rahmat. Mana ko'rib turibsizlar, Robiyaxon bilan biz hozir 42 ta hikoyani, 420 ta so'z, yana hikoyalarda to'liq yodlashgan. Sizlarni ham taklif qilib qolaman, agarda sizlar ham xuddi shunaqangi hikoyalarni yodlamoqchi bo'lsalaring, xotiralarni yaxshilamoqchi bo'lsalaring va umumiy ingliz tillarini yaxshilamoqchi bo'lsalaring, undan so'ng IELTS yuqori darajalarga erishmoqchi bo'lsalaring, albatta mana shu maxsus kurslarda qo'shimcha darslar, ular qo'shimcha darslarda qatnashinglar va biz kelajakda yana rejalashtiryapmiz yaqin kunlarda. Bu kursimiz maxsus IELTS, pre-IELTS darajadagi o'quvchilar uchun edi. Pastroqdagi darajalar A1, A2 va B1 darajadagi o'quvchilar uchun ham xuddi shunaqa kurslar tashkillamoqchimiz. O'ylaysizmi, Robiyaxon, zo'r bo'ladimi? Agar A1, A2lar Ha, zo'r bo'lardi. dahshat bo'lsa kerak, ular esdan chiqarmasdan ularga ham xuddi shunaqa demak kurslarni biz ochish niyatidamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol kelsalaring Adamjon o'quv markaziga, sizlar ham xuddi shunaqangi metodlar orqali ingliz tili darajalarini keyingi bosqichga olib chiqishlari mumkin. To'g'rimi, Robiyaxon? Ha. Siz ishonasizmi shu narsaga? 600 ta so'z orqali ingliz tili 600 ta hikoyalar orqali ingliz tili darajangiz yuqori darajaga chiqishiga. Ya'ni lug'at boyligingiz taxminan 6000 ta bo'lib ketishi mumkin.
Ha, bunda ingliz tilidan aniq zo'r bo'lib ketish aniq bo'lib, hikoyalarni yodlab, so'zlarni yodlasa. Rahmat Robiyaxon. Hurmatli rahmat Robiyaxon. Hurmatli kuzatuvchilar, qanaqangi savollaring bo'lsa, bemalol bersalaring, savollaringga javob berishdan biz albatta mamnun bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga Robiyaxon.